70 ta dug' yig'ilib chishikchalik bo'la olmas. 7 chishik kelishib bir dembilni ura olmas. Askar uyg'oq teshikdan hatto ilon chiqa olmas. Shunday o'tdi kunlarim, ring demadim otajon, uxlamadim otajon. Endi biz yosh dug' edik, paniyatka yo'q g'o'r edik. Bir tepkini shuning uchun talashmasdan yer edik. Keyin kosmosdan yerdik, so'ngra yerga yotardik. Xullas 5 ta uxlardik, 5:30 da turardik. Chumomasdik otajon. O'zing uchun ming o'ldik, oshxonada ham men, hojatxonada ham. Sopogimning tagi yo'q, tagi bo'lsa kiryoq ham. Paluchkadan umid yo'q, hatto noz topolmasdik. Shuning uchun sizga tez xat yozardim otajon, xat yozardim otajon. Kamar izi ketimda turar shunday bilinib, chishikcha ham bo'ldim men, ming tirilib, ming o'lib. Achinaman dug'likda, o'tgan kunga achinib, xursand bo'lib baqirib, shod bo'laman otajon, shod bo'laman otajon. Oylik yillik xizmat bu, akam qolib men borgan buqa ziklarni Avlasnoyda sindirgan. O'sha paytda bo'lsaydi bo'lardim jon deb qolgan. Va nihoyat endi men dembil bo'ldim otajon. Afsus dug' yo'q otajon. Yana xizmat boshlandi, dembil dug'ga tashlandi. Bechora bu dug'larning nam ko'zlari yoshlandi. Dug'lar nonga to'ymaydi, dembil qonga to'ymaydi. Bechora bu dug'larni qancha ursang o'lmaydi, qancha ursang o'lmaydi, qancha ursang o'lmaydi.